Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlarga Yevropaga birinchi kelganimda meni hayron qoldirgan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Haydadi 85-82 tezlikda yurishingiz kerak. Remont darogada. Remont daroganing enliligi yo'lning ichi. Yani palasa bilan bergi palasaning ichi 260-270 bo'ladi. Aralık masafası ya bu chetdagi masafa ya 10 santi ya 15 santi aralık masafa qoladi. Student davrimizda ustozimizni qo'ldan kelgancha hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ko'p shogirdlar ustozini hurmat etmaydi. O'zi meni tanishlarim 95% ustozini yoqtirmaydi. Ustoz haqida negativ fikr bildiradi. Bunda 5% ustoz bilan aloqalari saqlab qolgan bo'ladi. 95% saqlamagan bo'ladi. 5% yaxshi o'zini xatosini ham tan oladi, ustozini xatosini ham tan oladi. Qolgan 95% ko'p shogirdlar o'zini xatosini tan olmaydi. Ustoz ham bir xil vaqt injib bo'lib qoladi, sabrsiz bo'lib qoladi, qichqiradi, so'kadi. Urushib ketganlar ham eshitganmiz. Kechirimli bo'lish kerak. Ustoz bilan shogird an'analarini davom ettirish kerak. Hali men shogird olmadim. Xudo xolasa shogird olaman degan niyatim bor. Yevropada 2 yil bo'lgan bo'lsa, deganim hali shogird olmadim. Kelajakda olish niyatlarim bor. Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlarga Yevropaga birinchi kelganimda meni hayron qoldirgan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Sababi birinchi Yevropaga kelganimda 2023-yil bo'lgan. Bu paytda Yevropani birinchi marta kashf etishgan vaqtim. Geografiyani, yer sharini kattaligini his qilaman. Yevropaning kattaligini. Biz stajirovkaga chiqqanimizda bu sikda ko'p yurganmiz. Germaniyani yoq boshini necha ming kilometrlar yo'l bosganmiz. 2 kunlab almashib München degan yerda stajirovkaga, ya'ni o'rganish uchun ustozim yonida yeganman. Birinchi Yevropaning yo'llarini ritmini tushish, tezligini tushish. Bu yerda tezlik вообще katta, tez. Biz O'zbekistonda 70 km tezlikda yurgan bo'lsak, bu yerda minimum 80 tezlikda yuradilar. Maksimum 90 tezlik. Bundan ortiq tezlikda harakatlansa radarga tushishi mumkin. Ortiqcha jarimalarga ega bo'lasiz. Tezroq harakat qilsangiz. O'zi mashinaning ограниченияsi 85 km tezlikda. Bizning firmaniki, Saudingiz avtotransport kompaniyaniki 85 tezlikda yuradi maksimum. Qattiq yurdim deganingiz. Birinchi keldim Yevropaga, mashinaga o'tirdim, furaga. Shokdaman. 70-75 km tezlikda remont darogada yetib boryapman. Yurib borayotganda orqamdan italyan haydovchilar marga qilib turibdi. Ya'ni tez haydadi. 85-82 tezlikda yurishingiz kerak. Remont darogada. Remont daroganing enliligi yo'lning ichi. Yani palasa bilan bergi palasaning ichi 260-270 bo'ladi. Aralık masafası ya bu chetdagi masafa ya 10 santi ya 15 santi aralık masafa qoladi. Mashinaning eni o'zi 2,5 metr. 10-15 santimetr qoladi. Agar ozgina xato qilsangiz, mashinaning ham boshini shilib tashlaysiz. Shunday o'tirganingizda boqib qarashga ustida turamiz. Sababi yo'l tor.
katta tezlikda harakatlanish kerak. Agar harakatlanmaydigan bo'lsangiz, orqangizdagi haydovchilar g'azablanadi. O'zingiz birinchi keldingiz Yevropaga, orqangizdan signal chaladilar, hayda deb, hali uni videoroliklarni qilaman. Shu orqadan margat qiladigan vaqtlarini remont dorogalarda pastroq yurish kerak. 60 tezlikda harakatlansak ham yozib qo'yadi 60 yurda, lekin haydovchilar 80-85 haydaydi. Sabr yetmaydi. Qonuniy jihatdan olib qarasak, lekin bunday haydash xavfli o'zingizga. Ya'ni tor yo'lda qattiq harakatlanolmaysiz, sekinroq yurish kerak bo'ladi. Shunda ham hozir yo'lda olib qaytarishim sabab e'tiborim chalg'imasidan tutman. Student davrimizda ustozimizni qo'ldan kelgancha hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ko'p shogirdlar ustozini hurmat etmaydi. O'zi meni tanishlarim 95% ustozini yoqtirmaydi. Ustoz haqida negativ fikr bildiradi. Bundan 5% ustoz bilan aloqalari saqlab qolgan bo'ladi. 95% saqlamagan bo'ladi. 5% yaxshi o'zini xatosini ham tan oladi, ustozini xatosini ham tan oladi. Qolgan 95% ko'p shogirdlar o'zini xatosini tan olmaydi. O'zidan katta haydovchi yasab oladi. Men zo'rman deydi ustozini. Ustozni uni qil, buni qil desa, shogirdlar ko'pisi yoqmaydi. Ya'ni o'zidan kichkina odamga shogird berib qo'yadi. Yoki o'zidan katta odamga shogird tushadi, shunday. O'zidan katta bo'lsa hurmat qiladi, va o'zidan kichkina bo'lsa umuman hurmat qilmaydi ustozni. Misol uchun 87-yil shogird, ustoz esa 97-yil yosh bola. 97-yil haydovchi biladi, misol Yevropaning shart-sharoitlarini. Bu 87-yil odam O'zbekistonda haydagan, o'zini katta haydovchi qilib, O'zbekistondagi talablarni Yevropada bo'laveradi deb o'ylaydi. Lekin bu yosh ustoz biladi, bu yerda buni qiling yoki buni qiling deb aytishga u javobgar. Sababi yangi kelgan odam bilmaydi. Ko'pisi Yevropada tishik harakatlanadilar, qonun qoidalariga qaysi vaqtda amal qilish kerak, navlarga e'tibor qilish kerak. Ustoz ham bir xil vaqt injib bo'lib qoladi, sabrsiz bo'lib qoladi, qichqiradi, so'kadi, urushib ketganlar ham eshitganmiz. Sabrsiz bilan ikkita o'zbek bilan o'zbekni qo'ysa kelishmaydi, keyin qirg'iz bilan o'zbekni qo'yib qo'yadilar. Shunday ko'p tushunmovchiliklar bo'ladi, mashinadan tushirib yuborgan vaqtlari bo'ladi, kelishmaydi. Ya bir ay yashaysiz, 15 yil yashaysiz ustoz bilan. Shungacha xo'p bo'ladi, ustoz deb qo'ldan kelgancha hurmatini aytib, mashina qabul chiqib ketish kerak. Unga gap qaytarib, boshqa ishlatib aytish keragi yo'q. Sababi vaqtinchalik dunyoda hech kimning ko'ngliga azob bermay, yaxshi deb o'zingizni ishingizni davom ettirishingiz kerak.
teoriyadir, nimalarnidir isbotlab qo'yish, uni ko'rsatish, bu insoniyatga, inson parvarishga to'g'ri kelmaydi. Kechirimli bo'lish kerak. Ustoz bilan shogird an'analarini davom ettirishak. Hali men shogird olmadim. Xudo xolasa shogird olaman degan niyatim bor. Yevropada 2 yil bo'lgan bo'lsa, deganim hali shogird olmadim. Kelajakda olish niyatlarim bor.